Va men turib ham oldim va hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan Felix. Siz meni xush kelibsiz menga yangigina videomga. Bizlar hozirgina uyqudan turdik va pozlarni olishga boramiz va meni qo'shnim 3 kundan beri yo'q. Qishloqda pullar yo'qolgan ekan eshitishim bo'yicha va men juda hayron qoldim. Meni pullarim joyida turibdi. Va bularni ekib chiqamiz. Sizlar videoga like bosib o'tiramiz. Qani, oppa qani ekib tashladik. Va mana bo'ldik va uyga ham kirib narsamni qo'yib do'stim uyiga borib kelishim kerak va mana bu narsani qo'yamiz. Mana bu narsani ehtimolga olamiz va qo'shni uyga ketdik. Qo'shni yo'q, hamma haligiday. U menga aytgandi, mana bu narsa verslavni olaver deb va yana mana bu narsani olishga ruxsat bergandi bo'ldi. Va mana bu narsalarni hozir uyga qo'yib kelaylik bularni. Va ketdik. Va mana bu yerga olib tashlaymiz. Va mana juda ham yaxshi bo'ldi. Bu yerga buni qo'yamiz. O'tirish uchun va juda ham yaxshi narsalarni qo'yib olamiz. Bizlarda vestak yetishmaydi, bu vestakni qo'yib olamiz. Uni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va qo'shni uyga narsani olib kelishga yana ketdik. Qani narsani borni olamiz va bu nima o'zi? Bu nima bo'ldi? Yo, tunnelmi? Shu bo'lsa, vaqtishim yo'qmi? Bitta ish ko'ryapman. Ochib ko'ramiz. Va ichida hech kim yo'q va sandiqda ichida mana bunaqa narsalar va qo'shni uy tagida nima qilyapti bu narsaga? Hozirgina ishlagandagi. Mayli, narsani olib olamiz. Bu nima? Qo'shni? Nima qilib tursan? Ha, Felix solib va men pullarni o'g'irlaganda shuni yo'qqa yashirdim. Sen mana hali pullarni o'g'irlagan, men unda. O'ldirib tashladik bolalar, pullarni o'g'irlagan mening do'stim ekan. Qo'ydik va pullar joyida va hammasini olamiz va qishloqqa tarqatamiz. Nima bo'lib ketdi o'zi? Men qo'shni uyga kirgandim va bu narsani topib oldim. Va buni hech kim ko'rmasdan burun olib yo'q tashlaganim yaxshiroq. Buni mana bunaqa va bo'ldi. Mana buni mana qo'yamiz va endi pullarni qishloqqa tarqatish kerak va shu bilan video ham tugadi. O'z duoyingizga yetdi va sizlar bilan bo'lgan Felix davayta bo'ldi.